Kelajak tekstilini bugun yaratamiz. Tekstil Expo 2026da bozor hukmronligi uchun. O'zbekiston tekstil sanoati misli ko'rilmagan yuksalish pallasida. Bu shunchaki imkoniyatlar emas, bu bozorning yangi qoidalarini belgilash uchun noyob fursat. Tekstil Expo 2026 13-maydan 15-mayga qadar yuzlab kompaniyalarni emas, balki kelajakning eng qudratli hamkorlarini bir nuqtada birlashtiradi. Virtus Trikot uchun bu shunchaki ishtirok emas, bu sizning biznesingizni mutlaq ustunligini taqdim etish strategiyasidir. Biz bu ko'rgazmaga shunchaki tayyorlanmadik. Biz har bir tolamizda innovatsiya, har bir detalimizda esa mukammallikni qayta kashf etdik. Tekstil Expo 2026 bu sizning biznesingiz uchun eng qimmatli aloqalar o'rnatiladigan, kelajagingiz uchun ulkan shartnomalar imzolanadigan va bozor hukmronligiga olib boruvchi aloqalar o'rnatiladigan joy. Tekstil Expo 2026da Virtus Trikot bilan bozor kelajagini birga shakllantiring. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang.